10. savol. Insonlarga nisbatan ulug', buyuk kabi sifatlovchi so'zlar ishlatilayotganini eshitib qolamiz. Bunday sifatlar faqat Alloh taolo uchun xos emasmi? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taoloning sifatlari o'ziga xos. Boshqa hech bir zot Robbil alaminning sifati bilan sifatlanishi mumkin emas. Bunday sifatlar hammaga ma'lum va mashhur. Shu bilan birga yana shunday sifatlar borki, ularni Alloh taologa ham, bandalarga ham ishlatsa bo'ladi. Misol uchun Rahmon sifati Alloh taoloning o'ziga xos ekanligini va boshqa hech bir zotga nisbatan ishlatish mumkin emasligini barcha ulamolarimiz ta'kidlaganlar. Rahim sifatini esa Alloh taologa ham, bandalar ham ishlatish mumkinligi aytilgan. Endi ulug', buyuk degan so'zlarning bandalarga nisbatan ishlatilishini juda ham qoidaga muvofiq deya olmaymiz. Lekin ishlatilgan paytda ham Alloh taologa nisbatan ishlatilgan ma'no ko'zda tutilmasligi lozim. Balki bu ma'nolar insonlar orasidagi sifatlar doirasidan chetga chiqa olmaydi degan ma'nodagina aytishimiz mumkin. Vallohu a'lam.